بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa İdahul Mubham li Ma'ani Sullam degan ilmul mantiq haqida yozilgan Sullamul Munawwaraq degan kitobning sharhisi. Tasmiyatul muallif degan yerga kelib to'xtagandik. O'tgan darsda shu yerdan boshlaymiz. Tasmiyatul muallif, ya'ni muallifning bu kitobga ism qo'yishi deydi. Thumma qal, andikin muallif rahimahullah, Allamatul Akhdari rahimahullah bunday dedi. Sammaytuhu bis-sullamil munawwaraqi yurqa bihi samaa ilmil mantiqi. Wallahi arju an yakuna khalisan لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمفتدي وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. يعني ليدو كي سميته بالسلم المنورق. من بكتابمني سلم من بكتابمغا سلم المنورق دب أتقويدون دي. Yurqa bihi, bu kitap bilen ilmil mantiq asmını da pervaz kılınsun deb. Vallahi ercu en yekuna halisa. Men Allah'tan bu kitabımın halisen li vecihil kerim, onun ulu, isil, hürmetlik zatı için halis buluşunu ümit kılmen Allah'tan. Leyse halisa, yani leyse nakisa diye bu kitabının nakis bu kalmasını ümit kılıman ve en yekuna nafi'an lil mubtadi ve bu kitabımın yanıda okuş başlangıcı için menfaatlik buluşunu ve yanıda okuş başlangıcı bu kitabım bilen mutavvalatlar yani uzun kenkeli kitaplarga yol tepişini Allah Teala'dan ümit kılıman deb başladı. Hoş endi Eş-Şarih rahimahullah العلامة الدمنهوري رحمه الله ديدكي أقول الضمير المتصل بسميته يعني مسلم من قولتك سميته بالسلم المنورق ديان قولتك سميته ديك هو ضمير متصل يعود على المؤلف يعني يزلغا مش كتابقا قايتلو مش يقولون أنزدك مش كتاب demek değil. El mefhum min es-siyaq yani muş siyaqdan anlaşılgan. Hem demek ki damir degan qoida bo'yicha ne qaytish kerak? Oldida bir zikr o'tgan narsaga qaytish kerak. Bu kitobning zikri bu yerda uchuq o'tmadi, lekin beshida ondan raqam nimada o'tdi, sharhida o'tdi, lekin kitobning o'zida nima qilmadi? She'rning o'zida o'tmadi. Lekin biz bu kitobni siyaqdan buni bir kitob ekanligini nima qildik bilaylik. Şu muş kitap yanıdı. Şu semmeytuhu degeni yani şu kulunuzdaki bu kitapqa men Sullamul Munawwaraq deb at qo'ydim deydi. Xo'sh, endi va semma degan bu fi'l mutaaddi. Semma degan fi'l mutaaddi yataadda li maf'ulayn. Ikki maf'ulga o'tadi. Ikki maf'ulga aqlab o'tadi. Ya'ni demakchi o'g'ini ikki dona ismni nima qiladi? Zivar qiladi. Maf'ulga binoan. Dil evveli bir nefsi birinci isimle üze mustakil yani başka harfi ceylerge dayanmasın üze mustakil birinci isimle mef'ul kılınır. Mesela semmahu ise bu mef'ul mesela. Onun geriden ikinci isimle bir nefsihi bazı da üze ne kıldı o üze bir vasıta mef'ul aylandırıldı ikinci isimle hem. Bazıda harfi cerinin vasfıyla nime aylandırıldı, mef'ul aylandırıldı. Mesela Abdülmuttalib'niki kıssını sözlegende ne de Resulullah'a isim koyduğunu Semmahu Muhammeda dedi. Semmahu Muhammeda. Yani tuğulgan bu vakka Muhammed de bat koy dedi. Müşahede Semmahu Muhammeda dese bir ki hu. Semma hu nima harfi cerinin vasfısız bir vasıta mef'ul kıldı. Muhammeden diye isimle bir vasıta. Eşkında harfi cerinin vasıtasız halde mef'ul aylandırıldı. Hem dedi ki bazı juda köp hollarda birincisini o'zi bevosita, ikkinchisini
harf cer bilen nimaga aylantirdi? Maf'ul aylantirdi. Masalan, xuddi bu yerdagidek. Sammaytuhu bi as-sullam. Sammaytuhu bi Mirza degandek masalan. Kama huna mishar kerak. Xo'sh, endi va sullam, masalan sullam degan. Sullamul munawwaraq. Endi biz bu kitobning ismining sullam munawwaraq degan nima degan gap? Desanglar, sullam degan ma lahu darajun yatawassalu bihi yoki yutawassalu bihi o'xshash. Yutawassalu bihi min suflin ila ulvin. Yani bir narsaning ostidan ustiga yetkilib bo'ladigan pashtoq, palampay bor narsani nima deydi? Sullam deydi. Sullam degan umumiy bir ism. Ma o'yiniki pashtiqimi, palampiyimi sullam deb ataladi. Bunda o'ziga qo'yib qo'yib chiqadigan shuti deymiz biz. Shutuni nima deymiz? Sullam deymiz. Hattoki ma'nosi chiqqan mas'at bo'lmasdan nima chiqadigan mas'atni sullam deymiz hattoki. Chiqib pastdan ustunga chiqadigan narsaning hammasini deb ataladi. Sullam deb ataladi. Bizda balki shuta, pashtoq, palampay, lipet deb ayırgan bilen hemmenin maksidi nima? Bir. Ostidan ustiga chiqqan narsa. Endi bu haqiqat ma'nosi bo'ladi. Endi ba'zilarda majaz ishlatiladi, majoziy shaklda ishlatilib va istimalu fil maani majaz. Ma'naviy ishlarda, haqida jismlarda, moddalar ishlatilishda nima? Haqiqat bo'ladi. Ma'nilarda, aqliy ishlar ishlatilishda majaz bo'ladi. Endi masalan sullam degan gap, ya'ni insonni xuddi shuta, palampay pastdan ustiga chiqqandek, ma ilmil mantiqqa qadam olgan yeng o'quvchini bir palampay, bir pashtoqdan ustiga chiqadigan tadrijiy kitob degan bo'ldi. Val munawwaraq degan nima desa, munawwaraq degan bi taqdimin nun. Nunni ilgari qilishdan davatida endi nunni ilgari qilishni munawwaraq degan, ya'ni muvanraq demi, munawwaraq demak o'xshaydi. Munawwaraq bi taqdimin nun. Nunni ilgari qilish bilan al-muzayyan degan bo'ldi. Ya'ni jabdulgan, zinnatlangan, chiroylilashtirilgan, bizalgan degan gap. Ya'ni bizalgan shuta, bizalgan pashtoq, bizalgan lipet degandek ma'nosi bo'ladi. Va yurqa degan gap yus'adu degan o'rlanadi. Yuqurga o'rlanadi degan gap. Yuqurga chiqiladi, o'rlanadi, parvoz qilinadi desam, parvoz qildi desam bo'ladi. Ve ilmul mantiq degan bu yerdagi ilmul mantiq degani bu yerning nima? Bu kitobning masalalari murod. Mutlaq nima emas? Mutlaq ilmul mantiq emas, balki al murad bihi al masail. Ilmul mantiqniki masalalari. Ilmul mantiq desangiz ikki narsaga qaraladi. Biri kitob shu ilmning ismi. Xuddi bir Mirza Tumurbek deganday ismi xos, ismi alam. Ilmul mantiq. Yana birichi ilmul mantiq deganning yana bir ma'nosi kitobning ichidagi masalalar. Mantiq ilmi degan butun kitobning masalalari. Al-murad bihi ya'ni ilmul mantiq degan, ya'ni ilmul mantiq degan gap, ya'ni ilmul mantiq masalalariga degan bo'ldi. Ilmul mantiqniki masalalariga parvoz qiladi, o'ylaydi. Va shabbaha tilkal masail bis sama. Endi ilmul mantiqning masalalarini nimaga bu yerda osmonga o'xshatdi. Bi jami'il bu'd. Bu aloqa nima? Zang jamidagi aloqa, ya'ni yiroqlik, al-bu'd, yiroqlik. Osmon bizdan nima? Yiroq. Osmon bizdan yiroq, xuddi osmon yiroq bo'lgandek, nima ham ilmiy mantiq masalalari ham qiyin ham yiroq. Xo'sh, endi men demoqchi o'g'lim bu yerdagi Qavl Musaddiqning yurqa bihi sama ilmiy mantiq degan nima demoqchikan? Isti'ara. Isti'ara nima? Tasrihyamu yoki isti'ara bil kinayamu ila bag'ana? Yurqa bihi samaa ilmi mantiqi degandagi yurqa bihi samaa ilmi mantiq. Yani yurqa bihi samaa ilmi mantiqi. Demak bu yerdagi tashbih baligh degan. Tashbih balighda nima anaqa odat tashbihmi azb qilinadi. Undan keyin nima mazb qilinadi? Vajh shabah mazb qilinadi. Yurqa bihi samaa ilmi mantiqi degan gap. Yurqa bihi degan gap yus'adu bihi fi masail ilm mantiq kama yus'adu bis sulami ila as-sama. Ma'nosi chiqadi. Yani bu bilim bilan ilmi mantiqniki saviyalarga asta o'rlanadi, xuddi shutu bilan, talampay bilan osmonga o'rlangandek.
lisanın buludu yoki vajhi shabahni bu yerda musannifning degani bo'yicha ya'ni bu ilm bilan ilmul mantiqning asmini o'rganadi degan gap, ya'ni bu yerdagi vajhi shabah sullamdek chiqish bo'yicha bo'lmay, ya'ni ilmul mantiq degan xuddi osmonga o'xshaydigan kassama. Ilmul mantiqi kassama degan bo'ladi. Yuqabihi ila ilmul mantiqi kassamai. Kassama degan gap xuddi osmondek, ya'ni yiroqlikda, qo'l yetish qiyinlikda xuddi osmonga o'xshaydigan ilmul mantiqqa yetkili bo'ladi degan bo'ldi ma'nosi. Bu demakchi musannif demakchi ma'nosi bu shu. Yani vel ma'na devatidiki ma'na anna hadhihi al-masail allati nazzamtuha, yani men nazmiga aylantirgan ve semmaytuha biz Sullamul Munawwar deb atagan bu meseleler sahletun, bize asandır. Yutavassalu biha ila al-masail al-ba'idati as-sa'ba. Yani bu meseleler bilen yüzü yiroq bo'lgan ve qiyin bo'lgan meselelerge yetkili buludu devatidi. Asosiy ma'no shu. Vel ma'na anna hadhihi al-masail allati nazzamtuha ve semmaytuha bis-sullami sahletun yutavassalu biha ila al-masail al-ba'idati as-sa'ba. Ondan keyin musannif rahimahullah Allah subhanahu ve taoladan en yekuna ta'lifu hada al-kitab, bu kitobni tuzish xolisan min ar-riya, riyadan xolis bo'lishini talab qildi. Faqala vallahi arju en yekuna xolisa dedi. Bunun ma'nosi ila oxirihi, ya'ni ay asbu uammilu bo'lmay buni bo'lsa yaxshi bo'ladi bu. Ya'ni amala ya'mulu bo'lsa a'mulu bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi bu. A'mulu men arzu qilaman deb. Uammilu desa ta'milandan chiqqan bo'ladi, mayli. Uni olmaydi. Uammilu, ya'ni Alloh taoladan ma'arju bo'lganligi bu a'mulu degan bo'lsa, taxma munosib bo'lgan bo'ladi. Balkim bosmadagi xatolik bo'lishi mumkin shu. Menimcha bu a'mulu bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Men Alloh taolo qanday bo'lsa ma'nosini ma'arju degan gap, umid qilaman. Men ya'ni ismoni emas, bu fe'l lozim tushunadingmi? Bu fe'l lozim. Fe'l nima emas? Fe'l mutaaddi emas. Men Allohdan, vallahi arju degan, men Allohdan bu kitobimniki xolis bo'lishini umid qilaman deydi. Ayyakuna xolisan li vajhihi degan-ki, vajh degan ma'nosi yani Allohning zoti degan bo'ldi. Allohning ulug' zoti uchun xolis bo'lishini niyat qilaman degan bo'ldi. Val xolisa xolis naqs. Naqs bo'lmasligini degan gap, ya'ni riyo bo'lib qolmasligini degan. Ondan keyin musannif rahimahullah Allah taoladan bu kitap bilan yanada o'qish boshlag'uchiga manfaat berishini talab qildi. Ve en yutavassala bihi ila al-kutubil mutawwalat, ve bu kitap bilan uzun cho'ng kitaplarga yetkili bo'lishini talab qildi. Faqal ve dedi ki ve en yakuna degan qavlini oxirigacha so'zladi. Vel mubtadi, endi bizga mubtadini tushuntiryapti. Mubtadi degan kim? Mubtadi degan men laysa lahu qudratun ala tasvir masail al-fanni alladhi yaqra'u fi. Mesela bizga musannif qimmatli bir nimani biladi. Qimmatli bir nima deymiz hamda bir foydani biladi. Bo'lsa mubtadi degan kim? Mutavassit degan kim? Muntahi degan kim deydi. Bu da bizga deydiki mubtadi degan bir kitobni boshlagan, u kitobning masalalarini bilmaydi. Qanday tasavvur qilinmaydi. Ya'ni bir kitobni o'qiydi, lekin masalalarini tushunmaydi. Bunda adam mubtadi. Keyin mutavassit degan kim? Mutavassit degan kitobni biladi. Kitobning masalalarini hammasini tushunadi, Lekin uniki dalilini bilmaydi. Hukmni biladi, dalilini bilmaydi. Muntahi degan kim desa, u kitobni to'liq tushunadi va hammaning dalillarini biladi. Dalillar bilan biladi. Ma'nosi muntahi. Tushundingmi? Buni kimga o'xshatsam desanglar, nasat muxtasar vaqoiq odamni mubtadi desam mumkin. Allah mumkin muxtasar quduri, charvaqoin odamni mutavassit desam bo'ladi. Mumkin oxirdagi nimani masalanga hozir qilib piyna masalan o'qitgan kitoblarni undan keyin dalillar bilan o'qiydigan qanday kitob bo'lsa masalan dalillar bilan o'qisanglar, dalillarni bilgan chog'da nima bo'ldi? Muntahi bo'ldi. Tushundingmi? Sizlar qadam oldinglar. Lekin endi buni shu aminat bo'lsa, lekin sizlar bilsanglar bo'ladi. Bilmasanglar endi mubtadining qatori bo'laysizlar. Bilish kerak. Bilish kerak. Yaxshi bizga bir foyda bo'latilmaydi. Mubtadi degan man laysa lahu qudratun
ala tasvili mesailil fennillezi yakra'u fi. O'zi o'qiyotgan fanning masalalarini tasavvur qilolmaydigan. Tasavvur qilish kuchiga ega emas odamlar mubtadi. Masalan, o'qigan kitobni tushunmay o'qigan odam bo'ladi. Mubtadi hisoblanadi. Fa in qadira ala zalik, agar o'qigan kitoblarning masalalarini hamma to'liq tushunsa, nima bo'ladi bu? Fa mutavassit bo'ladi. Ve in qadira ala iqamati daliliha fa muntahin. Agar o'qigan kitobning masalalarini dalillar bilan akilib o'zi isbotlay olsa, shu chaqda muntahi bo'ladi deydi. Nihoyat muhim bir masala ekan. Va qad ajaba al-Mawla subhanahu, Allah subhanahu va taolo taqaddas muallifga buniki qilgan talabining duosining o'z aynini ijobat qildi Alloh taolo. Fa kullu man qara'a kitabahu, mushu musannifning kitobini o'qigan odamning hammasi mushu kitobni niyat bilan va i'tinodan gap nihoyat ko'ngil bilib salih niyat bilan o'qigan odamning hammasiga yaftahillohu alayhi fi hadal ilm. Allah yaftahullohu alayhi fi hadal ilm. Alloh taolo mushu ilmda, ya'ni logika bilimida Alloh taolo futuhat qilib bergan, fatih qilib bergan, mushu ilmni yechib bergan Alloh taolo o'zi bu kishiga. Va qad shahadna zalik. Biz mushuni o'z ko'zimizdan ko'rdik deydi. Va qad akhbarana shaykhuna an ashaqi. Bizga bizning shayximiz bizning shayxlaridan xabar berganki, annal muallif rahimahullah kana min akabir sufiyya. Suflarning eng cho'nglaridan edi deydi. Va kana mujabat da'va. Duosi Alloh taolo zot rahmat qilsin, duosi ijobatlik zot edi. Va nafa'ana bi barakati. Alloh taolo bizga bu zotning barakatidan barakat bersin, manfaat bersin. Va aada alayna min salih da'vati. Bizga bu zotning solih duolaridan qayta yod qilib barakatini qaytarib bersin deydi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.